56-maktab. Bilim, tarbiya, kelajak poydevori. Marafon 2026. Yuzlab qadamlar, bitta maqsad sari yo'l oldi. Har bir ishtirokchi o'z kuchi, sabri va matonatini namoyon etdi. Marafon davomida hayajon, tezlik va raqobat muhiti hukm surdi. Tomoshabinlarining olqishi esa yuguruvchilarga yanada kuch bag'ishladi. Bu shunchaki musobaqa emas, bu sog'lom turmush, birlik va intilish ramzi. Finish chizig'iga yetib kelgan har bir o'quvchi bugunning haqiqiy qahramoniga aylandi. 56-maktab yugurish marafoni, unutilmas lahzalar, yorqin hissiyotlar va yangi g'alabalar sari yana bir qadam. Assalomu alaykum hurmatli sport ishqibozlari. Bugun Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Dorlamon mahallasida joylashgan 56-umumta'lim maktabida katta marafoni sport musobaqalarini boshlanish arafasida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, maktab o'quvchilari 1-sinfdan tortib to 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimiz sport o'yinlarini boshlanishini katta ishtiyoq bilan kutib turibdilar. Bugungi o'tkazilayotgan sport musobaqalari bir qancha davlat tashkilotlari ishtirokida bo'lib o'tmoqda. Maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi Shahrixon tuman bo'limi, Yoshlar ishlari agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi Shahrixon tumani bo'limiga qarashli Dorlamon qishloq vrachlik punkti xodimlari ham bugungi tadbirda ishtirok etmoqdalar. Bu tadbirda salomatlik uchun 5000 qadam yurish marafoni ham o'tkazilmoqda. Xo'p, demak, salomatlik uchun 5000 qadam yurish marafoni boshlanmoqda. Bugungi sport tadbiri tashkilotchisi 56-maktab ma'muriyati. Hamma start tomon ketmoqda. Ko'rib turganingizdek, birinchi qatorda Dorlamon qishloq vrachlik punktining xodimalari va marafon ishtirokchilari ichida hamshiralarni ham sport kiyimida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu tadbirdan bir kun oldin mahalla yurpalarida mahallaning asosiy qatnov yo'li marafon musobaqasi o'tkazilishi munosabati bilan tadbir davomida yopib qo'yilishini e'lon qilingan edi. Bugun haydovchilarimiz holatni tushungan holda tadbir o'tkazilishiga yordam bermoqdalar. Ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Start tomonga yo'l olmoqdamiz. Rejissyorimiz bizga yugurish marafonini qayerdan boshlanish va qayerda tugashini ko'rsatmoqda. Demak, o'g'il bolalar uchun 1000 metr, ya'ni 1 kilometr, qiz bolalar uchun esa 500 metr ekanligini bizga namoyish etmoqda. Marafon ishtirokchilari start tomonga ketmoqdalar. Eslatib o'tamiz, yugurish marafoni faqat 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchungina xolos. Boshlang'ich sinf o'quvchilari esa ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash uchun saf tortib turmoqdalar. Yugurish marafoni tartibi bilan qisqacha tanishtirib o'taman. 1000 metrlik masofaga 8-11-sinf yigitlar yuguradilar. 500 metrlik masofaga esa 5-7-sinf o'g'il bolalari va 5-11-sinfgacha bo'lgan qiz bolalar yuguradilar. Operatorlarimiz bizga boshlang'ich sinf ustozlarini ko'rsatmoqda va maktabimiz ma'naviyat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari ustoz Rasulovni ham ko'rsatishmoqda. Start tomon ketmoqdamiz. O'quvchilarimizning kayfiyatlari a'lo darajada.
Ha do'stlar, bu 21-asr texnologiyasi operatorimiz AI yordamida bizga mahallamizning zamonaviy ko'rinishini ko'rsatib o'tdi. Shu joyda aytib o'tish kerakki, mahallamiz birdamligiga ko'z tegmasin, chunki mahallamiz jonkuyarlari tashabbusi bilan tashabbusli budjet loyihasida sport zal hamda qo'shimcha o'quv binosini yutib olib, yangi o'quv yili uchun hamda mustaqilligimizning 35-yilligiga maktabimizga katta bir sovg'a qilishmoqda. Chunki mahalla kelajagi mana shu yoshlarimiz qo'lida. Mana startga ham yetib keldik. Maktabimizning jismoniy tarbiya fan o'qituvchisi Haydarov Baxtiyor aka o'quvchilariga ko'rsatma bermoqdalar. Yo'llar yopilgan, xavfsizlik choralari ko'rib qo'yilgan, lekin baribir ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Ishtirokchilar tayyorlanishmoqda. Start banneri qo'yilib qo'yildi. O'quvchilar shay holatga kelmoqda va komanda berildi. 8-11 sinf o'quvchilari yigitlar 1000 metrlik yugurish marafonida bahsga kirdilar. 8-sinf yigitlari ildamlab ketdi. 10-sinf o'quvchisini ko'rishingiz mumkin. Operatorimiz ham birinchi o'rinda ketayotgan ishtirokchi Muhammadjonov Jamshidbekka dalda bermoqda. Bu yoqda esa Xolmamatov sinfdoshlariga vazdushniy salom yo'llamoqda. Bizga yana Jamshidbekni ko'rsatishmoqda. U yo'lning 500 metrini, ya'ni yarmini bosib o'tib bo'ldi. Maktabimiz o'quvchi qizlari sinfdosh yigitlarini qo'llab-quvvatlashmoqda. Jamshidbek hamon birinchi o'rinda ketmoqda. Boshlanish sinf o'quvchilari qo'llab-quvvatlamoqda. Demak, marafon g'oliblari o'g'il bolalar o'rtasida 8-sinf o'quvchisi Jamshid 1-o'rin, 11-sinf o'quvchisi Hayotbek 2-o'rin, 11-sinf o'quvchisi Allohberdi esa 3-o'rinda. Endi esa o'quvchi qizlar o'rtasida bahs boshlandi. Peshqadamlardan 8-sinf o'quvchilari ketmoqda hozir. Mo'minjon va 1-o'rinda ketmoqda. Peshqadamlardan operatorimiz dalda bermoqda. 10-sinf o'quvchisi Isroil va Laylo o'tib ketdi. Ortidan 9-sinf o'quvchi qizlari ularni quvib o'tish payida bu yerda esa katta burilish. 11-B sinf o'quvchisi Tursunaliyev Farangiz barchasidan o'tib kelmoqda. 10-15 metr oldiga o'tib oldi va marraga birinchi bo'lib yetib keldi. Ikkinchi bo'lib Tolibjonova, 3-chi bo'lib esa Soliva Gulbonular. 500 metrlik masofa ham hazil emas. Marafon g'oliblari qiz bolalar o'rtasida 11-B sinf Farangiz 1-o'rin, 10-A sinf Mushtari 2-o'rin, 10-A sinf Gullibonov esa 3-o'ringa yetib keldilar. Ishtirokchilar dam olish uchun 15 daqiqa katta tanaffus berildi. Bu yerda esa 15 minutlik tanaffusdan so'ng o'quvchilarni estafeta o'yinlariga taqsimlash boshlandi. Turnirchilar ketmoqda. Uzunlikka sakrash. Turnirlik o'yinlari boshlandi. Tasvirda 11-B sinf o'quvchisi Alisher
uzoqlikka sakrash o'yini. Bu yerda esa Haydarov ustoz estafeta o'yinlarini tushuntirmoqda. Stol tennis o'yinini ko'rsatishmoqda bizga. Asldinov Shahriyorbek 9-asl o'quvchisi turnirda tortilmoqda. Uzoqlikka sakrash. O'quvchilar tayyorlanmoqda. Bu yerda esa Nuraliyevni ko'rsatishyapti. Turnirga tortinyapti. Qonun qoidalar bilan tortilmoqda turnirga. Turnirga tortinish g'oliblari 9-asl o'quvchi Shahriyorbek 1-o'rin, 11-asl Shohjahon 2-o'rin, 11-B sinf Alisher 3-o'rinni egalladi. Bu yerda esa stol tennisi musobaqasi uchun komandalarga bo'linishyapti. Bu yerda esa velosipedda kim sekin yurish o'yini. Juda ham ajoyib sport turi bu. Qayergacha? Stadionimizda esa estafeta o'yinlari boshlanib bo'lgan. O'yin juda ham qizg'in tus oldi. Oxirgi ishtirokchilar yugurib kelmoqda. 10-A sinf 1-o'rinda, 2-o'rinda 11-A sinf, 3-o'rinda 10-B sinf yetib keldi. Velosipedda sekin yurish o'yini davom etmoqda. Nazoratchi matematika fan o'qituvchisi Isaqov Bunyodbek. Bu yerda esa ustoz master klass ko'rsatmoqda, ustoz Bakirov. Bu yerda esa finalistlar estafeta o'yini bo'yicha 9-A sinf hamda 11-A sinf o'quvchilari bahslashmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida ham quvnoq startlar o'yini boshlanib bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Yana bizga estafeta o'yinini ko'rsatishyapti. Qo'lidan tushirib yubordi tayoqchani. 9-A sinf o'quvchisi oldinda ketmoqda. Endi esa 8-B va 10-A sinf o'quvchilarining bahslarini ko'rsatishmoqda bizga. Bu joyda boshlang'ich sinf o'quvchilari 3-A sinf hamda 4-A sinf o'quvchilari o'rtasida bahs ketmoqda. Ustozlari ham kirishib ketishibdi. Qani iloji bo'lsa o'zlari ham qatnashsa shu o'yinda. O'quvchilarni qo'llab-quvvatlashmoqda. Bugungi tadbir o'zgacha ishtirokchilariga kuch bermoqda. Bu yerda hakamga e'tirozlar bo'ldi. Estafeta o'yinlarini ko'rsatishmoqda yana. 10-A sinf o'quvchilari g'olib bo'ldi bunda. Maktabimiz bu yildan keyingi bo'ladigan Marafon 2027 sport musobaqalariga mezbonlik qilishga tayyor. Tumandagi barcha maktablarni maktabimizda kutib qolamiz. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib qoldi. Musobaqalar esa davom etmoqda. Sport bilan shug'ullaning, hech qachon kasal bo'lmang. Ko'rishguncha do'stlar.